BTSning AQShdagi mashhurligi qaysi aniq paytda portlaganini aytish qiyin. Seriously forgot what I gotta say. Chunki ularning muvaffaqiyati bitta hit qo'shiq yoki bitta voqea tufayli emas, balki yildan yilga asta-sekin o'sib borgan muvaffaqiyat natijasi edi. Biroq 2017-yilda BBMSdagi ilk chiqishi va AMSdagi AQSh televideniyasidagi debyutidan so'ng BTSning Amerikadagi va butun dunyodagi eng yirik boybandga aylangani yaqqol ko'rindi. Ammo o'sha paytda ko'pchilik buni tasodifiy omad deb hisoblagan. Ko'pchilik shunday o'ylar edi. One Direction endi faol bo'lmagani uchun musiqa sanoatiga ularning o'rnini bosadigan yangi boyband kerak edi. Tarixga qaralsa, go'yoki bu har doim shunday bo'lgan. Demak, BTS shunchaki boshqa tanlov bo'lmagani uchun eng mashhur guruhga aylangan tasodifiy jamoa edi. Shundaymi?